15 yildan beri bu hududimizda gaz yo'q ekan. Shuning uchun Murodilla akamiz xonadonlarga kelganmiz. Hozir Tashlaq tumani Saddadamiz. Akamiz uyda isitish uchun ham ustaxonalari ham bor ekan. Uy ham isitish uchun Teploidealdan kachol xarid qilganlar. Hozir bir qator ularning fikrlarini olamiz. Kachol isityaptimi, rasxod qancha bo'lyapti, savolga javob olamiz. Akamiz o'zlari kameraga chiqmayman deyishdi. Shuni hisobiga mayli suhbatlarni olaveramiz. O'zlari kameraga ko'rinmaydi. Akamiz o'zi eshik rom bo'yicha zo'r hunarmand usta ekanlar. Ularni ham mana bitta baho berib bersa, romlar juda ham chiroyli holatdagi havas qildik. O'z qo'llari bilan qilishgan ekan, xudo xolasa. Qator kachol haqida fikrlarini olamiz, hozir bilamiz. Hozir ichkarida ekan kacholxonamiz ham. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi aka? Bardam baquvvat aka. Charchamasdan aka. Kacholni bitta ko'rsataylik aka, bir xolis baholaringizni aytsangiz aka odamlarga. Romlarga omma havas qildik. Pastda raqam qoldiramiz. Shu tumanda yashaydiganlar yaqin o'rtada bo'lsa, bemalol zakasi salam bo'lar ekan eshik romlar ham. Xudo xolasa akamiz ham ustaxonani istayaptilar, ham xonadonni istayaptilar akamiz. Hozir bitta kacholni ham ko'rsatamiz xudo xolasa. Yo'llarimiz yaxshi ekan. Xudoga shukr, yaxshi, rahmat. Ustaxonalarimiz isiyapti, uylarimiz isiyapti. Xolasa mana katta ko'mirdan solib qo'yishdi. Gradus 70 ga chiqdi. Yaxshi holatda istayapti. Aka, nolni nimada isitganmiz aka uyimizni? O'zimizda endi eshik romchimiz to'pon tushib turardi, to'ponda isitardik. Endi to'ponda bitta uyimiz istirdi xolosda. Hozir bu yerda ustaxonamiz isiyapti. Kirib ko'rishlaring mumkin. Ustaxonalarni ham ko'rsatamiz. Uylarimiz isiyapti. Chiroyli qilib ustaxonani ham ko'rsataylik. Ko'rib turibsizlar, ustaxonani ham kattaligini, kvadrat metrda 300 kvadrat atrofida ekan. Bundan tashqari yana 3 ta xonadonimiz bor aka. Ha, ichkarida 4 ta xonamiz bor, zalimiz bor. Hammasi yaxshi. Qishda so'qatganimiz yo'q. Qanaqa holatda isitishdan ko'ngil to'layaptimi aka, ochiq oyna? Rahmat, yaxshi, zo'r. Aytgan gradusga chiqyapti. Aka gradusga chiqmaganda ishxonalaringga borardim. Borardi. Zo'r. Bo'ldi, rahmat aka. Aka, nima uchun bizdan kachol xarid qildingiz aka? Endi sizlarni maqtashdi. Maqtashdi. Metallari yaxshi deyishdi. Bo'lmasam Namangandagilarga uchradik, Qo'qondagilarga nima qildik, baribir qandaydir dadamizga yoqmadi. Ha. Dadamiz endi aytganlari aytgan bo'ladi. O'sha mashina oldik, Xudoga shukr. Qo'shdog'iga bizni kachol ma'qul keldi, bo'lmasa sifat darajasida. Chali, bunkellikdan olib beraman desa unamadilar. Bunkellik ham bor edi-ku, yo'q, bundan bas olur. Mashinadan bizga yaxshi deydilar, shundan oldik. Katta ko'mirlar ham tushyapti, tabi mayda nima yoqilgani yo'q. Bir xilda o'sha mayda katta qilib yoqyapti, yaxshi bo'ldi. Ma'qul kelyapti asosiysi. Issiq. Ahamiyat berasizlar, mana akalarimizdan bemalol yupqa bitta suvashdi, ustaxonada maza qilib ishlashyapti. Aka, rasxod qanaqa bo'lyapti Murodilla aka? Ochiq oydan. Kuniga shu 50, 55, sovuqlarda 60 gacha nima qilyapti? Maksimum 60 gacha bo'ladi bir sutkasiga. Bir sutkasiga. Bu degani 60 kilo rasxod, bu degani 300 kvadrat atrofida ishxona, hamda undan tashqari 400 kvadratdan oshiq joy. 400 kvadratdan oshiq joyda 60 kilo ko'miriga isityapmiz. Aka, ko'mirni qanchadan oldik aka? Ko'mirni 1650 so'mdan o'shali kirgilikdagi zavodda nimasidagidagi olib kelib berishyapti. Olib kelib joyga tushyapti. 1650 so'mdan tushyapti sezon paytidagi narxi. Misol uchun hisoblasak uncha katta narx bo'lmaydi. 400 kvadrat oshirib anaqa qilishgani yo'q. Bo'ldi. Akalar, ustaxonamiz issig'imi haqiqatda? Maza qilib ishlayapsizmi ko'ngilingizda? Bir qator bitta radiatorlarning grasini ko'rib qo'yaylik. 11 gradus turibdi. Radiatorimiz ishlayapti. 60 gradus issiq bo'lyapti. Tashqarida ko'rdik 70 gradusga qo'yilgandek aka. 63 radiatorda o'zida. Bundan tashqari uy bor. Shunaqa katta, yana ustaxonani ham istayapti. Endi unisi oxiriga kelayotgan joyi. Oxirgi radiator ashi, uydan chiqib kelayotgan radiator ashi. Uni ham bitta ko'ring-da. Bitta oxirgi radiatorda ham akamiz aytayapti, ko'rib qo'yamiz graduslarini. Mana qilib qo'ydik, xudo xolasa. 63. Bir xil holatda bo'lyapti, xudo xolasa. Isishi zo'r. Bemalol sizlar ham Teploidealga aloqa qilsangiz bo'ladi. Murodilla aka ko'ngil to'ldimi? Rahmat, zo'r. Pulimizdan rozimizmi aka? Minnatda rozimiz. Bo'ldi. Baraka topinglar. Bo'ldi aka, rahmat. Asosiysi mijozlarning roziligi. Sababini qilsangiz, ko'miri, misol uchun sistemalar hamma yo'q joyida bo'lsa aka, kotyolimiz agar isimaydigan bo'lsa, bemalol murojaat qiling, pulingizni qaytarib, kotyolni qaytarib olaveramiz. To'liq garantiyasi bor 2 yil, servisi ham 2 yil bepul, dastavkasiga chiqib beramiz. Pastda raqamlar qoldiramiz, aloqa qilsangiz bo'ladi.